Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi insonimizda denizga ko'nglini oldik. İnsanlarda ko'nglini olish uchun men o'ylaymanki, insonlarni yonida, ya'ni insonlar davrasida bo'lish kerak. O'shaning uchun doim harakat qilamizki, biz jamoamiz bilan insonlarning ichida roliklar olishdi, insonlar ichida qanaqadir yordam qo'lini cho'zish kerak bo'lsa, insonlarning ichida ehson qo'llarimizni cho'zishni xohlaymiz. Ehson qilishda yordam berayotgan barcha birodarlarimizga kattakon rahmat aytamiz va muntazam ko'rsatib borolmagan taqdirimizda ham inshaalloh oxiratda shu narsani ajrini albatta ko'rasizlar. Doim shunaqa insonlarga yaxshilik qilib yurishlikni o'zi nasib aylasin. Bu bir yilda bir marta keladigan muborak oy, juda katta ajr savoblar beradigan oy, gunohlarni yuvadigan oy hisoblanadi. Qanaqa gunoh qilgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ramazon oyida chin dildan tavba qilsangiz Alloh kechiradi. Qo'limizda bo'lsa zakot berib, ehson berib, insonlarni ko'nglini olib yaxshilik qilsak, inshaalloh ko'rasiz, oxiratda uni katta ajri bor.